o'zining turli axborot e'lon qilish yig'inlarida va har qaysi sohalar bo'yicha e'lon qilgan yillik dokladlarda Uyg'ur masalasini nuqtaliq o'tirib qo'yib kelmoqda. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo, Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Morgan Ortagus xonim qatorliqlar dunyoning har qaysi joylarida yuz berayotgan turli krizislar ustida bayonot berganda yoki o'zlarining Twitter hisobi orqali ifoda bildirganda Uyg'urlar duch kelayotgan krizislar bilan Xitoy hukumatining Uyg'urlar qaratgan ig'ir kishilik huquq ziyonkashliklarini alohida tilga olib kelmoqda. Egalishcha, Uyg'urlar masalasi Amerika Tashqi ishlar ministrligining yaqinqi bir hafta ichida dunyoda yuz berayotgan eng muhim krizislarni yoritgan videolik filmlarda orqa-orqadan 2 navbat o'rin olgan. Bu ahvol Uyg'ur masalasiga yaqindan ko'ngil biladigan kishilarning alohida diqqatini tortgan. Ular buni Uyg'ur masalasi Amerikaning tashqi siyosatida eng oldingi qatordagi muhim masalalar kun tartibidan o'rin olishga boshlaganligining bir ifodasi deb qaramoqda ekan. 6 iyun kuni Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Morgan Ortagus xonim Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining direktori Olim Seytovning ziyoratini qabul qilganda aytgan so'zlarini o'zining Twitter hisobida qaytalab mundaq deb yozgan. Yaqinqi bir qancha yildan buyon Uyg'ur xalqining beshiga kelgan ig'ir kunlar to'g'risidagi hikoyalar kishining ko'nglini eng ichindiradigan ishlarning biri bo'lib kelmoqda. Bu balkim bugungi dunyoda Yahudiy cho'ng qirg'inchiligidan buyon yuz bergan insoniyatga qarshi eng qabiy jinoyatlarning biri bo'lishi mumkin. My husband's family is Jewish, and many of them, most of them had gotten to the United States, but certainly parts of his family in Poland and Hungary and elsewhere were affected by the Holocaust. And I think when you look at what has happened to the Uyghur people, this is potentially the worst crime that we have seen since the Holocaust.